هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görgüçler. Mana bu Resulullah programımızın 20. saniylik görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli görürmenlerimiz hem Allah'a malum bolğandak bu mübarek ayının kirişi bilen başlanan programımız mana haşbeştigiçe Ramazan'ın 20'siga keldik. Programımızın 20. saniyga kep turupdyk. Bu güzel ayınki faziletinden hem bahirlengeç, faziletini yaşıgaç şu süymlük peygamberimiz, yol başçımız boğan peygamberimizinki en güzel program jaryanı boyunca bugünkü hikayece bizni hayran kaldırgan, bizni huzurlandırgan, bizni hoşallandırgan o kadar güzel mezmunla öttü ve her bir programda Resulümüzünki şu hayatımızdaki malum bir sahadakilerge kandak örnek şekilde kıldıgan, insan hayran kaldırgan derecedeki şu güzel ahlakını ögünüp ötken bulduk. Rabbim inşallah şularını hayatımızga özleştiradigan bolsak, yaşayalgan bolsak, azraq bolsun bizge bir narsa yuqqan bolsa, şu bizning eng cho'ng baxtimiz bo'lgan bo'ldi. İnşallah bugün hem devam kılımız her bir programda huzurunlarda bulup atkanımızdek programımızın daimlik mehmeni emallah tunuşuk boğan davetçi Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası dostum Habibullah Küsani'ni teklif kıldık. Kıymetli vaxtını çıkarıp kep egellik için aldı bilen köptün köp rahmet etimiz. Sizlerge rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kadirlik görülmelerimiz her bir programımızga ayrım bir ünvan koyup mangan. Bugünkü programımız Resulullah ve yaşanğanlar ünvanını koyduk. Programımız Naq Meydanı'nda taxtlı atıda. Bu sualla programga alaqadar bolgan sualla yoki har qandaq masala bolsa ekran aldagi nomerlar orqali yozishinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanishi uchun programmani ko'proq ham baharlab qo'shinglarni umid qilamiz. Chunki bir yaxshilikni boshqalarga taqat qushi, shuning vasila bo'lguchi, shuni qilgan kishiga o'xshash ajr beradigan bir dinning mansublari, agash kuchilari biz qadrli qarindoshlar. Hargiz sal qaramaylik-ki belki bir insanlar bizning sababimiz bilan yaxshi yo'lga menib qilishi, bir yaxshilikni bilib qilishi mumkin. Shunga shu yaxshilikni yeyishga hargiz sal qaramasliklarini umid qilamiz. Ustadan degan Rasulullah ve yaşanğanlar deb programımızın bugünkü sanimizni bununla belgiledik. Hem de şu elbette biz uzundan beri biz halkımız, Uygur halkı tariximizden bu yan örüp adetimiz, ahlakımızdan yaşanğanlarını hürmetleydigan, çoğunlarını hürmetleydigan bir halkımız biz. Herkes mundalqı başka erken cemiyetlerge oxşaş, garipke oxşaş, özü 18 kirgendeki ata-anası bilen mekar olmaydigan bir medeniyetde yetişmedik biz hem de. Meyli qançık turmuş kep qalaylı, köpünçimiz bizden halkımız özünün uruqtuq qaldırılmasını yaşanğanlarını hürmetleydi hem de. Biz bu özümüzdeki içinde bağ bolğan bu baylıqqa teximi bek rang qoşuş, teximi bek mollaştırış ve dinimizden yuğurulgan bir manalar qoşuş üçün bunu paranlı şeyler dep o'tiribdimiz bilgen. Yaşanğanlarning İslamdaki ordu nima deb müşahidin kirsak aldım ben. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İnsanınki hayatı bir neçe basqıçlardan ibaret. Yani insanın hayatı devrilik bir neçe basqıçını baştan geçirdi. Aslında balılık yani ösmürlük, yaşlık, ondan keyin qiyirlik hamda. Biz aldığın dersimizlerde yaşlar bilan qanday muomala qilgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ösmürler bilan qanday muomala qilgan buni deb o'tdik. Şu qatada yana eng bir nazuk bir basqıç o'simi şu qiyirlik basqıçı hamda. Hamda bu basqıçda insanın bedeni acizlaydı.
ko'z ojizlaydi, jisman ojizlaydi. Shuning uchun o'zimi bak noziklashadi. Shu sababdan nihoyatda bir ko'ngil bo'lishga, kuyinishga muhtoj bo'ladi. Endi Allah subhanahu va taolo bu yaşanğan kişilərinki əməliyyatda bizning hayotimizningki berkiti, bizning hayotımızda bir xo'shallik olib keldiganligi, bizning hayotimizga texmen ma'ni qo'shdiganligini. Endi men bugungi darsimni, shu so'zimni Allah subhanahu va taoloning shu yaşanğanlarga qilgan bir nasihati bilan boshlamoqchi endi. Allah subhanahu taala Qur'oni Karimda shu cho'nglarga alohida bir nasihat qilgan. Bu nasihatda shu inson ma'lum bir yoshga yetgandan keyin Allah shunda deydi: "Hatta iza balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin." Yani insan anısından aciz halatı tug'ilib, andan keyin yosh qoramig'i toza qironiga yetib yosh bo'lib, keyindan 40 yoshga kiribdi deydi Alloh sana. Oxirida bu yeshi 40 yoshga kirib, ey Alloh, manga va ota-onamga sen ato qilgan ne'matni his qila oladigan bir, shukr eta oladigan bir uqum tushunchini bergan bo'lsang, men shuning bilan yaxshi amallarni, sen rozi bo'lg'idek yaxshi amallarni qilsam va bolalarimni bir isloh qilib bergan bo'lsang, yaxshi bal qilib bergan bo'lsang, xo'sh degani ya'ni bolalarimni yaxshi tarbiyalasam, sen bolalarimga tavfiq ato qilgan bo'lsang va men sana tövbe qilgan bo'lsam, haqiqiy musulmonlardan bo'lgan bo'lsam desa deydi. Bu oyatning mazmuni ya'ni endi sen 40 yoshga kirgacha, yani sen bir narsani bilmay, uqmay, yoshlik qilib yashapsa deydi Alloh subhanahu taolo. 40 yoshga kirgandan keyin sen Allohning bergan ne'matini, sen mushunchalik umr berganligini his qilibsan. Ondan keyin Alloh rizoligi uchun yaxshi ish qilishni boshlabsan deydi. Shuning bilan bolalaringni yaxshi tarbiyalabsan, o'zingmi 40 yoshdan burun o'tgan mushu gunohlaringga tövbe qilibsan, yaxshi musulmon bo'libsan. Mushta bo'lsang deydi, ulaika lazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Sen mushu ishlarni qilsang, sening qilgan yaxshi amallaringni 40 yosh 40chilik bunday bütün amallaringni qabul qilamiz deydi. Endi bu amallaringni qabul qilamiz degan gap, biz nurg'u ishlarni qilamiz. Allohning dargohida qabul bo'lmamdi, u bir gapchu. Masalan, siz bir odamni naati jafo tatib mehmon qillar yoki nurg'un pul xashlab so'g'ivaslar, balkim yaramaslik mumkin. Mehmon sizning mehmondoshligingizga rozi bo'lmasligi mumkin. Bu bag'u amaliyotda. Endi biz nurg'un Allohga bir yaxshi amallarni qilamiz, qabul bo'lmamdi uqmaymiz. Lekin Alloh deydi, sen mushu yuqori ishlarni qilsang, sening amallaringni qabul qilma va burunqi 40 yoshdan burunqi bütün va natajawuz an sayyiatihim deydi. Burunqi gunohlaringdan o'tib ketma deydi. Bu ajoyib bir gap jo'ndi. Ya'ni 40 yosh kirding, adam bo'l, 40 yosh kirding, o'zingni bil, 40 yosh kirding, Allohning bergan ne'matini tunu. Deb fi ashabil janna, senazgin ashabil jannatining qatori dedin, ya'ni gunohlaringni o'titma degan gap, ya'ni sen jannatga bo'lsa deydi. Va'da sidq allazi kanu yu'adun. Mana bu shu va'da qilingan Allohning jin va'dasi. Men seni rasmiy jannatga kirmayman deb, o'sha 40 yosh kirganlarga Alloh shunday 4 xil ishni qilsa, 4 xil mukofotni berdiganlik to'g'riliq nasihat qilgan. Shuning uchun hadislarda, oyatlarda barakatning, yaxshilikning cho'nglarda bo'ldigan to'g'riliq nurg'un oyat hadislar bor. Bir musulmonning umri qancha uzun bo'lsa, shu musulmon uchun shuncha yaxshi. Bo'libmi oyatda ayni dedi. Agar yeshin 40 ta ochsa, Allohning bütün burunqan gunohlarini kechirib o'tadi deb.
Şoň Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte la yetamanna ahadukumul maut ve la yed'u bihi min qabl en yati dedi. Ölüm kilişten biri sizlarning birine ölümni arzu qilmanglar. Çünkü sizlarning birisini ölsanglar yaxshi amallaringlar üzülüp qaldı dedi. Çünkü o mümin yaşaganken günü 5 vaqt namaz okusa nurgun ecir. Ramazanda moşundaq roz tutup alsa bu mu bir bibaha yani mal dünya bilen bir bahalap bulamaydigan bir ecir. Şoň Peygamber Aleyhisselam sizlar ölüm kilişten burun ölümni arzu mu qilmanglar ve ölümni bäsanglar dua mı qilmanglar. Çünkü ölüp ketsanglar sizin namamel yaxshi işinglar üzülüp qaladi. Ve innehu dedi. Şu müminin yeşi şu müminga dedi. Müminin yeşi müminga yaxşılıktan başka narsani qilmaydi. Ziyada qilmaydi. Degene yani bu bir yaşanışninki, jiq ömür görüşninki musulman üçün bir paydalık keligini bildirdi. Şuna oxşaş mesela Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisde ala ukhbirukum yoki ala unabbiukum bi khiyarikum. Men sizlarning eng yaxşılarını deb beraymi dedi Peygamber sallallahu Bela ya Resulallah. Qalu bela. Ve bir depesle ya Resulallah. Khiyarukum etvelukum a'maran iza seddedu dedi. Bunda degene senin en yaxşınla toğur yoldu mansa uzun ömür kögüne dedi. Demek bir Müslüman yaxşı yani yaxşılarını kılıp yaxşı amellerini kılıp uzun ömür köse bu Müslümanın özü üçün mü yaxşı biz üçün mü yaşlar üçün mü yaxşı yaşlar onun tecrübesinden duasından bahraman bulunmaz. Ulamı ömür qanç uzun yaşsa yaxşı nam amellerinin köpüyüşü bilen çok köp ecirge erişilen. Şununla hem bir hadis-i şerifte el hayru ma'a akabirukum degan. Yaxşılık sizlarning çoğunladı ba. Qanday buldu desem hazır degandek. Çoğunlarda nurgun hayat tecrübesi oldu. Şu hayat tecrübeden nurgun oydongur ıssıq suaqını 5'den ötküzüp şondan bizge nurgun tecrübelerini kanның, canның bedeli kelgen tecrübelerini bizge altın petnusunu bilen sunudu bizge. Biz bunu faydalanışını bilsek. Şu Peygamber Aleyhisselam yaxşı, el-qiyasının yaxşılığına. Evet, el-bereke ma'a akabirikum degen hadis var. Bereket sizlerinin çoğunluğunda bereket var degen. Bereket çoğunluğunda buludu. Yani çoğunluğa ba öyde bereket oludu degendek bir manada. Şunun için hem de bu çoğunluğunun İslam'daki orunu yaşandak. Nahiti. Uluq. Hem de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu çoğunluğunu agahlandığın iki xil bir neyim var. Peygamber Aleyhisselam dedi la yazalu qalbul kabiri şabben fi isnayn dedi. Moşu yaşanğanlarning jürki işte davamlıq yaş durdu dedi. Birisi mal dünyanı yaxşı görüş, hem birisi arzun mühçişi, uyabiya vaycan putumağırdı, beldemağırdı degini Azrail Aleyhisselam bana onun xatabatilik tayyab ol. Ameliyatda bu Peygamber Aleyhisselam dedi, tek yine neçe yıl yaşaydıgandaki işlerini kıldı dedi. Biri mal dünyaga amraq oldu bu xeyri. İkincisi yine tek bir yine neçe yıl yaşaydıgandaki işlerini kılıp jürüydü. Ma iki kişide Peygamber Aleyhisselam yaşanğanlarını agahlandırgan dedi. Şoň Peygamber Aleyhisselam salasa la yukallimuhumullah dedi. Üç adam ba Allah kıyamet günü qarap mı qoymaydı, gep qilmaydı dedi. Birincisi Allah subhanahu ve taala şu çoğunlarını şunda agahlandırgan hem bir ayette evelem nuammiruk yani demek sen yani 40'a 50'e 60'a kirdin. Muş devridi mi bunda bir ibret elip Allah'ını tunup doğru yolga mangmıdın mı? Fırsatını çıkıp verdi. Fırsatını beğenmedik mi? Yani sizlerge agahlandırıcı peygamber kemmedin mi? Da hayatında ibret almadın mı? Diyendek Allah subhanahu ve taala muş çoğunluğa muşundaq bir nasihat qilgan. Şunun için tunculuk bunu men çoğunluğa yetkizishini yaxshi gördüm. Çünkü hem de pişkan qoğun sepede turmap degan gap var. İnsan 40'dan aşqandan keyin to'g'ri bizning bir kun ortiq yaşasak bir kun qabrga yiqilishimiz. Qabrga kirgandan keyin bizning qiyomatimiz boshlandi. Shuning uchun mush yaşanganlarninki eng muhim qildigan ishi birinchisi burunqi qilgan ishlarga tövbe qilish. İkincisi Allah'ның şu 40 yaş 40 bergan ne'matini his qilish.
Üçüncüsü farzandlarini tarbiyalashga alohida ko'ngil bo'lish. Shu oyatning mazmuni shu bo'ldi emasmi? Yuqorqi oyatning mazmuni. To'rtinchisi yaxshi amallarni ko'p qilish. Bunun erişidigan mukafati birinchisi Allah onunki amellarini qabul qildigan bo'ldi. İkincisi günahlarını keçiradigan bo'ldi. Üçüncüsü cennet ahli qildigan bo'ldi. To'rtinchisi mush ishqa Allah va'da qildi. Va'da. Günahını keçiraytay, amallarını qabul qilay, cennet ahli qilay. Mushu va'da bo'lsin sana deb Allah mushu darajada. Xo'sh, endi payg'ambarimiz Rasulimizningki yaşananlarga qanday muomala qiladi deb buni. Hamda hammamiz bilamiz bu yaşananlarni hurmatlash, yaşananlarni qadrlash bu tabiiy dinimizningki prinsiplardan biri. Shu qatorda masalan musulmon ya'ni musulmon yaşananlarni hurmatlagan payg'ambar alayhisalom. Hatta dinsizlarni payg'ambar alayhisalom hurmatlagan. Dinsiz yaşananlarni. Şu qatorda masalan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni fetih qilgandan keyin Abu Bakr radıyallahu anhu dadis qerib ketgan adam hamda. Bu Peygamber aleyhisselam bir dua qilsa, Peygamber aleyhisselam gap qilsa dadam musulmon bo'la qolamiki deb shu dadisni yitlab Abu Peygamber aleyhisselamning qashiq akaga vaqtida Peygamber aleyhisselam nim degan halla tarakta şeyh fi beyti hatta akuna ana allazi ati ilayhi deb. Hay Abu Bakr bu yaşanğan adamni so'rab bu yer akib jugucha men degan bo'lsam men berib buni duo qilib islomga chaqirsam bo'lmamdi degan. Demak, ash dinsiz odamga payg'ambar alayhisalom shunday hurmatni bildirgan. Umar roziyallohu anhu bir ko'chasini aylanib ketib qolsa, bir Yahudi yaşanğan adam tilamchilik qilib shuganda. Shuni chaqirib, bu sen qaraydigan adam yo'qmi degandan keyin, yo qaraydigan adam yo'q degan keyin, sen mush bizning islom davlatida yaşagan Mana seni berip biz devlet teminat edip seni bakamayız. Sen çokum yaş vaxtida muş devletke baş tapşırıp, muş devletke cizye yani baş tapşırgan elbette. Seni yaş vaxtında küçüğünden faydalanıp devlet baş elip, qeyrğançağa taşıdığın İslam devleti emas, mana İslam devletini bakıdı edip, aş qeyrini apırıp, devletten maaş uğurlaştırıp, uğurlaştırıp aşına qalan. Demek biz bu iki vakalikten bir dinsiz bizningki islomga itoat qilmaydigan kishilarni payg'ambar alayhisolamning sahobalarining bundoq hurmatlashishi, bular bundoq igi chiqishi, ya'ni payg'ambar alayhisolamningki yashanganlar qanday muomala qilishiga yetib boshlagan bir o'rnak endi. Shu qatorda payg'ambar alayhisolam shu yashanganlarni har qanday qishda oldiga chiqaradi. Uy kirsa to'gi chiqaradi. Tamoq yegan chog'da oldida shular berdi. Yani her bir işte ularning hürmetini qildi. Mesela 3 adam kelib Peygamber Aleyhisselam'ın qashiga kelib, şu üçünün içinden kichik birisiga qildi Peygamber Aleyhisselam, cho'nglarga qilsin dedi. Cho'nglarga qilsin dedi. Mesela imam bo'lgan chog'dan Peygamber Aleyhisselam ya'mukum akbarukum deb. Cho'nglar imam bo'lsin, yeshidi cho'nglar imam bo'lsin deb imamlikdan cho'nglarni tanlab berdi. Aqra'ukum yoki Aqra'ukum ba, himbriyada akbarukum debim ba. Agar en yaxshi Qur'onni en yaxshi o'qiganlar imam bo'lsin, agar yaxshi o'xshash bo'lib qolsa, yesh cho'nglar imam bo'lsin deb. Shuna o'xshash masalan payg'ambar alayhisolamningki mundaq hadiya, sovg'at bir narsa basimi oldi bilan cho'nglardan boshlaydi. Yesh cho'nglardan. Şunu Peygamber Aleyhisselam leysa minna mesela Peygamber Aleyhisselam'ın qışığa bir neçe Peygamber Aleyhisselam sahabe bilan da o'tiradi. Hamma sahabe Peygamber Aleyhisselam'a yaqin o'ltirib gapini tashlashgan biraqda hamda bir yaşangan adam keldi. Kepti hech kim bir urun bushti biray demidi. Degan Peygamber Aleyhisselam dedi leysa minna. Bak ig'ir gapda o bizdan emas deydi hamda. Bu bak salmoq ig'ir gap ma bu. Leysa minna man lam yarham saghirana ve yuvaqqir kebiran dedi. Kichiklarga marhamat qilmagan, cho'nglarni hurmatlaganlar bizdan emas dedi. Yani musulmon toifasidan emas degan gap, ma gap qo'rqinchliq, ya'ni cho'nglarni qadrlamagan, cho'nglarni hurmatlamagan kishilarga cho'ng tahdid gap ma'lumdi.
Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu namaz degan Peygamber aleyhisselamның көзінің қарчуқы. Namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemның miracı. Namaz Peygamber aleyhisselamның dünyadaki en huzurlandıgan bir vaqt yani. Lekin bu qiyrilarni ko'z tutib Peygamber sallam namazını qisqa qo'ydi. Masalan, şu sirat shunda kelgan Abu Mas'ud al-Ansari deydi. Men ey Allohning payg'ambari, men şu bumdat namazga bormaydigan bo'lib qoldim. Chunki bizning imom yaman namozni uzun o'qiydi debdi. Fama ra'aytu Rasul sallallohu alayhi vasallam fi maw'idatin ashaddu ghadaban minhu dedi. Şu Peygamber Aleyhisselam bir nutuk sözledi. Men bu nutuk sözlegende Resulullah bunda açıklanıp nutuk sözlegende körep almagandım dedi. Qattiq açıklanıp sözlep ketdi dedi. Nim dedi? İnne minkum munaffirin fe eyyukum ma salla bin nasi felyetecavvaz. Sizlarni ishinglarda kishilarni islomdan nafratlantirgan namozdan qochiradigan odamlar bor ekan. Sil namoz nim deb desa, namoz o'qanchada uzun o'qishlar. Namozni qisqa o'qinglar. Chunki ichinglarda kasallar va cho'nglar va ehtiyojli odamlar, ishva odamlar bor. Deb mana shu cho'nglarni deb namozni qisqa o'qishga buyurgan. Buningdan bu hatto shu Allohning bir ibodat qildigan ishtimi, shu cho'nglarga shunday qilishi, ya'ni demak cho'nglar qanchalik hurmat bildigan bo'ladi. Hatto o'ylab baqsam, mana bu tinch holatda urush bo'lgan chog'dan Payg'ambar alayhisalom askarlarni bir yerga urush qilishga yoki bunda razvedka qilishga avassa Allohning nasihatining ichida mushu yashanganlarni, dushmanning yashanganlarini, kichik bolalarni, ayollarni o'ltirmaslikka buyurdi. La taqtulu shayxan faniyan. Nat yesh cho'nlab ketganni o'ltirmanglar. Va la sag'iran, kichikni o'ltirmanglar. Bolalarni o'ltirmanglar. Uni buni bulab talan qilmanglar. Urup çup vayron qilmanglar deb mushta nasihat qiladi. O'ylab baqsa 1400 yil burungi islomimizning ta'limot qarab baqsa. Qerni o'ltirmaysa, ayolni o'ltirmaysa, bolalarni o'ltirmaysa, hozir arpalandagi gumbani tashlab qerga tushamdi, yosh tushamdi, hozir o'zining madaniyati deyotgan davlatlardan qilayotgan Rasululloh 1400 yil burun. Endi oxirgi Payg'ambar alayhisolamning muomalasida shu bir hadis bor. Har qanday bir musulmon anglash kerak. Abu Musa al-Ash'ari radıyallahu anh dedi. Min iclalillah dedi. Allah'ın ulugluğallıqның cümlesinden musulman yaşanğanlarını uluglaş dedi. Yani sen Allah'ın ulug deb bilsen, yaşanğanlarını hürmetlesen, anındakin Allah'ın ulug deb bilgen bilse dedi. Oylap basla. Yaşanğanlarını hürmet qilish Allah'ın ulugluğallıqdır dedi. Acayip gap ya o. Min iclalillahi ikrame zi şeybe el muslim dedi. Allah'ın ulugluğallıqdan dur. Beş aqargan musulmanni uluglaş dedi. Da Puluşlarını hürmet qilish Allah'ın. Andikin ve hamilul Kur'an gayri galim fi ve la jafin anı. Yani qarilarni haddidim aşırı etmey, bek mübalağım kılıp etmey ve adil hukuk menseptarlarını hürmetleş, qari Kur'an'ını hürmetleş ve beşi aqargan musulman yaşanğan hürmetleş, Allah'ın ulugluğallık buludu deydi. Bunundan bu yaşanğanlarını hürmetleşinin ne kadar bir mühim ekanligini ko'ramiz. Mesela bu yaşanğan ailemizde dada ata-anamiz buluş mümkün. Cemiyetimizdeki her qanday sorunda o'ylab basmasan, ana dinimizning ta'limoti shunda go'zal. Bizning islom dinida sanatoriya yo'q shunga. Asli bo'lmasligi kerak. Ammo g'arb dunyosi qarsak, men hozirgidek bir xabar bak ta'sir qilgan. Shu boshning vaqtida, kichik bosh endi, cho'ng bosh, kichik bosh o'g'i. Shuni televizorda ziyorat qildi. Ziyorat qilish jarayonida men har 15 kunda dadamga bir qatim telefon qilaman. Har bir bayramda dadamga bir dasti gülüp soğat qilmada faxrlanib so'zlab ketdi endi. O'ylab basla. Shuning uchun g'aribda yashagan qarindoshlarimiz, ya'ni qiyirlarning bolalar tarafidan qanchalik tashlanib qolganligini, qiyirlarning sanatoriyada, masalan bir qatim men qisqa filmni ko'rdim. Sanatoriyadagi yashangan bovaylarni ziyorat qilib, "Nim arzuim bor" desa, o'lib ketsam deyman.
Nima uchun? Yolg'izlik. Hech kim ko'ngil bilmagan. Xuddi qo'y qani baqqandek shu baqib qo'ydi, yeb pishirib. Inson ul emas, inson muhabbat, inson qadr-qimmat, inson boshqalarningki mehr muhabbatiga ehtiyojli bo'ldi. Sanatoriyaning bo'lishi bir faxrlanadigan ish emas. Ayib ishda asli musulmonlarga nisbatan. Chunki u qadar ta'limotlar yoki ularni hurmatlash, ularni beqish, ularga ko'ngil bo'lish. O'ylab baqsangda Allohni ulug'lasang yaşanğanlarni hurmatlar deyapsa. Yaşanğanni hurmatmagan odam Allohni ulug'lamaydi degan gap. Ya'ni biz kun namoz o'qiymiz. Allohu akbar, Alloh ulug'dir, voy Allohu akbar degan bilan sen og'zingni kunini namoz o'qib Allohu akbar deb Allohni ulug' deganing bilan, yaşanğanni sen hurmatlamsan, sen o Allohu akbar deganing bekor demakchi. Ya'ni mahadisning vazni bek eg'ir agar bir musulmon agar buni his qila olsa. Xo'sh, endi yashaganlarning islomdagi haq huquq qaysilar degan bir kirsak endi ba'zi narsalarda ularga e'tibor qilinamdi, masalan, bu sohalarga. Albatta. Masalan, shu birinchi huquqi shularni farzandlarining beqish huquqi bor. Beqish kerak. Shuni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda uniq oyatda nima deydi desizlar? Ma anfaqtum min khayrin faliwalidayn deydi. Sizlar yaxshilik yo'li ishlatadigan pullarningki birinchi o'rninglar ota-onalarga deydi. Birinchisi ota-ona. Hatto payg'ambar alayhisalom sening puling dadangning puli degan hadis bor. Maluka li abik debchu. Shuni ba'zilar deydi. Anta va maluka li abika. Sen va sening puling ota-onangning bo'ldi deb. Ular hayotli bo'lsa, tasarruf qilish haqqi tomonlar ularda endi. Shunday. Birinchisi shu. İkincisi hamda ularni qattiq hurmatini qilib qadrlash. Haqqi bor yani. Tabiiy haqqi. Shuni payg'ambar sallam deydi. Ma akrama shabbun shaykhan li sinnihi illa qayyadallohu lahu man yukrimu inda sinnihi deydi. Bir yosh bola bir buvayning ashi yesh cho'nkan deb hurmatlasa, chuqum Alloh subhanahu va taolo shu bal qeyriganda shuni hurmatlaydigan bir odamni bog'lab berdi shuni deydi. Shuni yana bo'ysundirib berdi deydi. Xo'sh. Sen bir odamni mosh yashnab qolgan odamga deb hurmatini qilsang, u odam mayli dadang bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ya qo'shning bo'lsin, ya dadangning og'ini, kim bo'lishidan qat'iy nazar shuni hurmatlasan, chuqum Allah sen qeyriganda sening hurmatini qildigan. Ya'ni nima tersang shu indi degan gap endi. To'g'ri. Nima tersang shu indi. Ondan keyin kichiklar chuqum cho'nglarga salom qilish haqqi bor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam yusallimus sagir alal kabir vel mar alal qaid vel qalil alal kathir degan hadisi var. Kichiklar cho'ngga salom qilish kerak. Minib ketmaganlar, ultug'anlarga salom qilish kerak. Oz sondagilar ko'p sondagilarga salom qilish kerak. Hatta Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Amarani Jibril an uqaddima al-akabir" dedi. Jibril alayhisalom cho'nglarni har qanday qishda to'yga boshlashimga, oldiga chiqarishimga buyurdi men deydi. Buyurdi degan gap yana farz degan gap. Cho'nglarni mayli har qanday bir ishda shularni ishining beshiga qo'yib, beshiga chiqarib, hurmatlab, izzatlab, voy aka, voy tag'a deb, voy hamma deb ularga hurmat bildirishni Jibril men buyurdi deydi. Buyurdi degan gap yana islom dinidagi farz degan. Bu darajada. Bu mavzu. Shunaqa Peygamber fakat İbn Abbas radhiyallohu anhu aytadi. Awjaba nabiyuna sallallahu alayhi ve sellem ihtiram kibarus sin ve sa'yu fi xidmatihim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğlarını hürmetlashni ve ularga yaxshi xizmat, ularning yaxshi xizmat bo'lishni vacib qildi dedi. Yani ixtiyoriy ish emas. Seninki keypinge, seninki mijazınga bağlanan iş emas. Çoğlarni hürmetlanish çoğlarning haqqi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمل بالمعروف وينهى عن المنكر. Çoğlarni hürmetlemegenler bizden emas, kichiklarga kuyunmaganlar bizden emas, yaxshi ishga buyurib yomon ishdan to'smaganlar bizden emas deb bo'lib, iza ata kabir qawmin fa akrimuh. Bir qavmning yaşanganlari kelsa chuqum hurmatlanglar dedi. Chuqum emir va buyruq bo'lmaydi-ku. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom bizga vojib qilgan.
Shularninki haqqidan ularga yaxshi, go'zal so'zlarni qilish. Voy qari deb to'lamaymiz, voy aka, voy tag'a deb yaxshi gaplar bilan yaxshi muomala qilish haqqi bor. Abi hadis dedik ya, yani şu yaşanğanlarni hurmatlash Allohning ulug'ligidir. Anandan keyin dedik, ularninki salom qilish, bizniki salom berish haqqimiz bor. Andan keyin chiroyli gap qilish dedik. Yani demak asos jihatdan ular birinchisi ularni beqish, ularni hurmatlash, ularni har bir ishda oldiga chiqarib qadrini qilish, ularga gap qilganda chiroyli gap qilish va ularga salom berish degandek mushtaq haqlar bor islomda. Xo'sh. Xo'sh, endi oxirida shu albatta yuqorida so'zlanganlarni bizga qanchalik nimalarga diqqat qilishimiz kerakligi, ular qanday muomala qilishimiz kerak ekanligini bir qur tushuntirgan bo'ldi. Endi shu yashanganlarga qarata burchimiz, majburiyatimiz nimalar deb bizlarga nisbatan buni. Endi yuqorqi Payg'ambar alayhisolamning yoshlarga qanday muomala qiladi, qilganligini bildik. Yaşanğanlarning islomdagi haq-huquqlarini bildik. Buningda mencha masalan ularni hurmatlash, ular bir hayotimizdagi barakat ekanligi, ular hayotimizda bir yaxshilikninki sabab ekanligini bildik. Endi mishada bizning majburiyatimiz degan vaqtda umumiy jihatdan ularni qadrlash, hurmatlash, ularni beqish, ularni izzatlash bu umumiy jihat majburiyatimiz. Lekin men mishada mush yaşanğanlar ichida eng ta'kidlaydiganim ikki nuqta bor. Birinchisi mush ota-onamiz uchun. Bu ota-onani yani Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana." Rabbing shunda deb hukm qildiki, yoki shunda deb bitdiki, Allohdan boshqaga ibodat qilma. Yani erkak bo'lsan, odam bo'lsan, Allohdan boshqaga bosh egma. Ota-onangga voyiga chiqib turib yaxshilik qil deydi. Ihson degan gap voyiga yetkazib turib, ha. Endi quvvatman emas, qilolmag'dak, kuching yetmag'dak darajada qil. Butun odatda ota-ona yaxshilik qil deydi shu. Chunki ota-onamiz yashangan. Bizga nisbatan ota-onamiz yashandamdi. Uyga ibodat qilishdan keyindiriladi. Ha, Allohga ibodat qil. Ya'ni beshingni Allohdan boshqa egma, ota-onangga yaxshilik qil. Yaxshilik qil, mush ota-ona. Va la taqul lahumā uffin. Uff degan gap. Uff voy. Hatta mush darajada ota-onangga bir narsa demaysan deydi. Ey, o'ylab baqsizlar. Ahvolimizdan qanchalik. Ha, bu yani hammamiz Alloh kechirsin, bu ota degan bir ne'mat, bilsak, uningdan cho'ng ne'mat yo'q endi. Shuning uchun shu cho'nglarga bo'lgan majburiyat emas, ota-onamizni agar hayotlar bo'lib qolsa, ular bizning jannat kiradigan darvozamiz. Ota-onaning bo'lganligi bizning jannat kiradigan bir darvozaning bo'lganligi. Shu Rasululloh ishorat berganda ota-onasi yoki birsi ya apisi ya dadasi hayot bo'lib jannat kiramasa, mangu kiramasa, o ashni burni to'pib milansin degan. Shunga bu bizniki. Bir vaqalik var, masalan İbn Umar radıyallahu anhu bir kun simda menib ketib qolsa, bir yashangan bir odam uchraydi. Shuna sen falan emasmi degan, men shu degan miniyotgan etini yugib olgan sallisini berdi. Biz eng hurmatli odamga Uyg'urlar do'p kiydiramiz-ku. Shu arab tilida shu qoida bor ekanda, miniyotgan etini beshidagi sallisini berib kiydirib qo'yib, "Mani sen ishlatgan" degan, yendikilar hayron qoldi. U otni berib aytgan-ki, "Beshiga kiydirgan sallangiz olib qolsam-da, kim deb bo'lsa, dadamning og'inisi." O'ylab baqsanglar. Shunday Payg'ambar alayhisalom dadisiga yaxshilik qilgan odam dadisining og'inlariga dadisini yaxshi ko'rgan odam og'inlarini ham yaxshi ko'rsin, og'inlarini yaxshi qilsin deb, dadisi uylab ketdi. Hamda dadisiga bir hurmatlaydish yo'q-da hamda. Shuning uchun onaning o'rnini to'ldirish uchun qanday qilsa, dadisining og'inlariga. Onasi bo'lsa, onasining do'stlariga, ota-onasiga mushta hurmat ko'rsatdi. Hamda mushqatada shu bizning Uyg'urchilikda qinat masalasi bor. Bularni hurmatlash hamda. Chunki birinchisi nima uchun bularni hurmatlaydi? Birinchisi Alloh subhanahu va taolo bizning Qur'oni Karimda va ashiruhunna bil ma'ruf dedi. Ayolinglar bilan eng go'zal shaklda uy tutinglar dedi. Endi ayolimizdan eng go'zal shaklda uy tutish uchun shu ayolimizning ota-onasini hurmatlash. Masalan,
qanatamni tillab turib, uni hurmatlamay turib, ana ayolim bilan yaxshi o'talaymanmi? Yaxshi o'tamaymiz. Evet. Shuning uchun islom dinida ma la yatimmul vojib illa bihi fa huwa vojib degan gap bor. Bir vojibni vujudga chiqarish uchun ketadigan vositaning o'zi vojib deydi. Shunami? Shuning uchun ayolim bilan yaxshi uchun ayolimning tuqqanlari, ayolimning ota-onasidan albatta yaxshi o'tishim kerak. Bunu bilishimiz kerak. Qizni elib, qanotisiga uni bundaydigan qarindoshlarimiz Allohdan qo'rqsin. Bu bir. Ikkinchisi biz Uyg'urchadami qanoni dada apa deb chaqiramiz. Shunday emasmi? Demak, ular dadimiz, apamiz. Bizning urf-odatda qanonimiz, apa, dada. Ashuna deb chaqiramiz. Ashuna deb chaqiramiz. Masalan, ayolimizmi bizning ota-onamizdan dada, apa deydi. Demak, ular bizning dadimiz, apamiz. Dadang, anangni qanday hurmatlasan, qanotang qilpang, shu dadanglar anangning o'rnida. Bu masalani men bir uqtirib qo'ydim. Chunki İmam G'azalining Ihya Ulumuddin dini gullandir degan kitobda mu'min bir mu'minni yaxshi ko'rsa, ishtinim yaxshi ko'rsin degan bir gap bor ekan-ku. Mu'min yaxshi ko'rsa, u mu'minning ishtinim yaxshi ko'rsin deydi. Sen ayolni yaxshi ko'rsa, otangizni yaxshi ko'rmaysa, chunki ayolni shu otangiz bir qilib qo'ygan. Shuning uchun mana qarindoshlarningki mush masalaga diqqat qilishni. Çünkü ayadaki ayolingdan yaxshi o'tinglar degan buyruq qavchi, buyruq peli. Ya'ni yaxshi o'tsangiz buldu emas, yaxshi o'tishinglar kerak degan bo'ldi. Va ashiruhunna bil ma'ruf. Yaxshi o'tish uchun qanday qilishimiz kerak? Qanonimizni hurmatlashimiz, ularni. Evet, bu masalalar yana biz maxsus ota-onalar haqida to'xtalishda texnik to'xtalishimiz mumkin. To'xtalishimiz mumkin. Demak, bizning majburiyatimiz shu ota-ona qanona mushlar umum musulmonlarga nisbatan payg'ambar alayhisalom nima dedi? Hadis sharif abiya degandek, Allohni ulug'laganlik, qayerlarni ulug'laganlik, Allohni ulug'laganlik bo'ldi dedi. Shularni biz ularni hurmatlash, qadrlash, ularning qadriga yetish har bir musulmon yoshlarimizning bizning gadinimizdagi balaliq farz va qarz diniy majburiyatimiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Programımızın vaktine to'shib qoldi. Shuni shuni oxirlashtirsak inshaalloh ertaga ko'rishamiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugun bu vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashdi. Albatta, intayin muhim bo'lgan mazmun, yashanganlarimiz, mo'yisbitlarimiz, cho'nglarimizni hurmatlashning, bularni izzatlashning qanchalik muhim ekanligi bir qo'l yo'ritib berilgan bo'ldi. Albatta, boshda programning bashi so'zlab o'tgandek, bir taat ibadetde yaxshilik bilan o'tgan bir kishining yashangan shu uzun ömür ko'rishning islomning cho'ng bir ne'mati ekanligi, hatto ba'zi hadislarda keladi, Alloh subhanahu va taolo bir yashangan, qeyrib qolgan bir bandasininki taat ibadetde shuni yaxshi ishlar bilan o'tgan bo'lsa, u bandasini Alloh subhanahu va taolo azoblashdan hayo qildi degan nima rivoyatlar var ba'zi hadislarda. Demek yaşanganlarımızdan bu nurgun kılıp aldığan dünyada ahirki şu ömürlerde ganimet bilip Allah'a işlip aldığan, kılıp aldığan nurgun yaxşı işleri var. Bularını biz hürmetlep, yaşla hürmetlep, ularının hizmetini bulup, bizden ular arkalık erişip aldığan sanaksız, tasvirligisiz nurgun savap işlerimiz var. Yani birbirimizge şu kadar yaşlar bilen, perzentler bilen, ata-analar otursa da, yaşlar bilen, mo'ysibitlar otursa, hatta biz tunumaydigan bir insan yoldan ötüp atkan, qeyrıgan bir yaşangan kişinin yoldan ötküzüp koyuş mu? Bir insani ahlak buluş bilen birgen biz Müslüman buluş sütümüz bilen, yani büyük bir, belki nurgun günahlarımız biz bilmezsin, yuyulup gitişi mümkün şu kılan yaxşılıkımız bilen. Bu dinimizi oylap bakaylı bir hayvanga rahim kılan insanga Allah kancık rahim kılan. Demek bundak bir fırsatlarını texinmek için tutup kılıp aldığan nurgun yaxşı işlerimizni kılıp edişimiz gerek. Rabbim inşallah. Çünkü bir yaxşılık sen nimeni kılsan, nimeni tersen şunu alsan degендek bizmi hem söylep ötü ustad. Qeyrga vaktimizde erişidigan şu katta bizning hizmetimizde bulduğan insanlarını bizge Allah yetiştirip berdi. Bo'lmasa ben kılıp aldım degen bilen biz yemey, içmey, keydirip çoğunkan balimiz bizge biz yaş vaktimizde qanday qilmasak şunun 10 hassini qilib javob qaytardi bizga. Şuna Rabbim inşallah shundoq darslerimizden manfaat aldığan müminlerden qilsin. İnşallah Allah ömür verse ayetki programımızı görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. İcabetlik dualarınlarda dua kılıp koşulan ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya Seyyidel Kevneyni ya
صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل